Sizlarga birdaniga ikkita yaxshi ma'lumot aytmoqchiman. Birinchi o'rinda hozirgi paytda 2024-yil oxiri 2025-yil boshlaridan beri BYD Song Plus chempioni saloni xuddi shunaqa cho'k rangda chiqyapti. Ko'pchilik xabar bor va shu mashinalar uchun optimal variantni Magnatodan taqdim qilmoqchiman. Materiallari o'rta qismi birinchi sort alkantaradan. E'tibor beringlar, yollariga sifatli koja ishlatilgan alkantara bilan bir xil rangda qilib, koja ham, alkantara ham perforatsiyali, ya'ni ventilyatsiya tizimi muammosiz ishlashini ta'minlab beradi. Bundan tashqari bunda ishlatilgan har bir joydagi chok sifatli Polymak brendiga tegishli ipdan ishlangan. Orqasi, yoni, podgolonlik qismlari xuddi shunaqa mamutda ishlatilgan perforatsiyali kojani sifatidagi sifatli mana shunaqa kojadan ishlangan. Endi ikkinchi ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, bu yuqorida aytib o'tganimizdek BYD mashinalaridan tashqari Kia K5, Kia Sorento mashinalariga mavjud. BYD da orqalari bilan to'liq cho'nchaklari bilan birgalikda yopib turadigan bo'lsa, Kia K5 ga ko'pchilik xohlaydigandek polo nakidga polo chexol sifatida qilib berilgan. Asosiy ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, siz maxsus buyurtmaga chokini rangini yoki materiallarini rangini do'konimizga tashrif buyurib, o'zingizlar mana shu yerda joylashgan materiallardan bemalol ko'rib tanlab buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Albatta, qo'shimcha ustama evaziga sizlarga o'zingizlarning didingligi mosini chiqarib beriladi. Nalichida bo'lsa, mana shunaqa ranglari bor. Maxsus buyurtmada xohlasangiz logotip qo'ydiring, xohlasangiz qo'ydirmang. Bunaqa imkoniyatlari ham bor. Xullas, bu videoni barcha inomarka haydaydigan tanishilarga jo'natib qo'yinglar va mana shunaqa cho'kov rang haydaydiganlar uchun optimal variantni narxini bilish uchun bir raqamini yozib qoldiringlar. Biz sizlarga shundoq narxini tashib beramiz. Unutmanglar, Magnato har bir detalda eksklyuzivlik. Tanlovda tashmang.